Bugun olamlarning sultoni, kishilarga yaxshilik o'rgatuvchi, buyuk muallim payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dunyoga ko'z ochgan kun. Bugun jahiliyat eshiklari taqilib, hidoyat nuri butun dunyoga chaqnagan kun. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning butun g'ami kishilarni to'g'ri hayotga, to'g'ri yashashga yetaklash edi. U hayotining oxirigacha ummatim, ummatim, ummatim deb ketdi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom Madinada bir bo'lak sahobalar bilan o'ltirib o'tadi. Bir sahoba nihoyat jiddiylashgan holda yugurib keldi. Ey Rasululloh, palani qo'shnimiz vatdi-ku Yahudi. Uning bir kasal bolasi bor edi. U hozir sakratga tushyotdi. Payg'ambar alayhissalom bu xabarni anglagan hamon chapinini kiydi. Darhol u Yahudining uyiga qarab yugurdi. Payg'ambarimiz Yahudining uyiga kirib, kasal bolasining qishig'iga kirdi va Yahudi balaga: "Ey balam, la ilaha illalloh da, men Allohning huzurida sana shafaat qilay. La ilaha illalloh" degan dedi. Bala o'lib dadasining chiroyiga qaradi. Dadasi Abul Qasim, ya'ni payg'ambarimizning kunniyati Abul Qasim edi. Abul Qasim deganda qil ey o'g'lim dedi. Yahudi bala la ilaha illalloh dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'zi yosh, ichi xushalliqqa to'lgan holda Allohga hamdlar bo'lsin, bizning vositamiz orqali bir odamning o'tdan qutlib qolganligiga Allohga shukrlar bo'lsin, Allohga shukrlar bo'lsin degunicha bir odamning o'tdan qutlib qolganligiga shunchalik darajada xushal bo'ldi. Bu insoniyatga rahmat bo'lgan, butun hayotini ummati uchun bag'ishlagan, yaxshilik o'rgatuvchi, yaxshilikqa boshlovchi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni yaxshi ko'rish hammamizning iymuniy majburiyati. Biz payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rmay turib, haqiqiy komil musulmon bo'lolmaymiz. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni nihoyat yaxshi ko'radi. İslamningki dastlabki davrlarda musulmonlar nihoyat ojiz, soni nihoyat oz edi. Payg'ambar alayhissalom Ka'baga borib namoz o'qish uchun bir kuni sahobalar bilan Ka'baga bordi. Payg'ambar alayhissalomni ko'rgan arab mushriklari payg'ambar alayhissalomning atrofiga uvilishib, hujum qilishga boshladi. Birisi tillaydi, birisi urdi. Ular payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni maqsad qildi. Shu vaqtning o'zida Abu Bakr roziyallohu anhu to'lg'an holatga keldi va ataqtuluna rajulan ay yaqula robbiyalloh, Robbim Alloh degan odamni o'ltiramsizlar degunicha payg'ambar alayhissalomga yepishdi. Arab mushriklari payg'ambarimizni qo'yib Abu Bakrga yuzlandi va Abu Bakrni shu darajada qattiq urvatdiki, uning yuz ko'z boshlari qonga milinib ketdi. Uni kishilar amdi o'ldi deb o'yladi. Abu Bakr roziyallohu anhu uyiga keltirildi. Abu Bakr roziyallohu anhu bir qancha soatdan keyin hushiga kelib ko'zini ochmayla "Maza fu'ila bi Muhammad? Muhammadga nima ish bo'ldi? Muhammadga ular nima ish qildi?" deb so'radi. Abu Bakr hech qachon "Men nada, menga nima ish bo'ldi? Mening hozirgi ahvolim qandoq?" demasdan, uning butun asli xiyoli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomda bo'ldi. Mana bu sevgi, mana bu haqiqiy ish, mana bu haqiqiy muhabbat. Abu Bakr roziyallohu anhu hijrat safarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan ketayotdi. Payg'ambarimiz nihoyat qattiq usib ketdi. Bir podshoning qishig'iga berib, Abu Bakr sut seg'ib Rasulullohning qishig'iga akeldi. Abu Bakr shuncha usab ketgan bo'lsa-mu, avval Rasulullohga tanladi. Payg'ambar alayhissalom sutni ichib edi. Payg'ambar alayhissalomning ussizlikqa qongan holatini ko'rgan Abu Bakr roziyallohu anhu shu darajada xushal bo'ldiki, uningdagi chanqigan ussizlik butunlay yo'qolib ketdi. Mana bu muhabbat, mana bu ish. Qari tallak Hazrati Bilal roziyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni intayin yaxshi ko'radi. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin u Madinada turishga bardoshlik bermadi. Chunki u nega qarasa payg'ambar alayhissalomni eslatib, muhabbat ishqi, piroq azobi uni nihoyat azobladi. Hatto azanni o'qiy olmadi. Har qatim azan o'qib ashhadu anna Muhammad degan kelgan vaqtida uning geliga qattiq bir narsa turib olgandek yig'i tutib azanni oxirga tushirolmadi. U Madinadagi bu piroq azobiga chiday olmay Abu Bakr roziyallohu anhuning qishig'iga berib Madinadan ayrilishga ruxsat so'rab Shamga yurib ketdi. Bir qancha yil o'tgandan keyin u tushida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ko'rdi. Tushida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Bilalga: "Ey Bilal, nimancha meni tashlab etsa, meni kelib ziyorat qilmamsa" degan mazmunda bir tushni ko'rdi. Bilal tushidan uyg'onib Madinaga qarab atlandi. Bilal Madinaga kirishi bilan tang butun Madina ahli Bilalni ko'rib, xuddi payg'ambar alayhissalomni ko'rgandek bo'ldi. Chunki uning jarongliq azini payg'ambar alayhissalomni eslatdi. Madina ahli Hazrati Bilal roziyallohu anhuning atrofiga o'lishib, uningdan azan o'qib turishini talab qildi. Bu talabni rad qilolmaydi. Chunki bu talabni eng kuchli qilib
turg'og'ini payg'ambarimizning narvisi Hasan va Husaynlar edi. Bilal radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning masjidining munoriga chiqib, azan to'lishi bilan tang butun Madina ahlini yig'i bosdi. Chunki uning mo'ngloq, jarangliq azan ovozi xuddi payg'ambar alayhissalomni qaytib kelgandek bir hissiyatga keltirdi. Bilal radhiyallohu anhu Shamga qaytib, bir mezgil o'tgandan keyin ajal uningga soy tashladi. U sakratlik holatida uning ayoli yig'lab, "Va musibata, va musibata" deb hasrat chekishga boshladi. Hazrati Bilal, "Yig'lama, yig'lama, ya farhata, ya farhata, voy xushalliq" degan. "G'adan naltaqil ahibba." Chunki men ata habibim, qadrligim, suyumligim Muhammad alayhissalom bilan ko'rishaman dedi. Sahabalarda payg'ambar alayhissalomning buncha sevgisini, buncha muhabbatini qo'lga keltirgan narsa payg'ambar alayhissalomning yuksak axloqi edi. Biz payg'ambar alayhissalomning sevgisini qo'lga keltiramiz deydi ekanmiz, oldi bilan payg'ambar alayhissalomning axloqini o'zimizda o'zlashtirishimiz kerak. Shundala bizda payg'ambar alayhissalom qarta sevgi, muhabbat va ishq paydo bo'ladi. Bu vaqtda bizning iymonimiz haqiqiy, komil iymon bo'lgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom odillik qiladi. Hatto dushmanlarga odillik qiladi. Payg'ambar alayhissalom ayollarni nihoyatda hurmatlaydi. Payg'ambar alayhissalom sabrchan edi. Payg'ambar alayhissalom minnat qilmaydi, g'azinat qilmaydi, shukr qiladi va qanoatchan edi va bir-birimizni yaxshi ko'rishga tavsiya qiladi. Cho'nglarni hurmatlaydi, kichiklarni izzatlaydi. Kichiklarga va bolalarga nihoyatda mehribon edi. Tuqqanlarni yo'qlaydi va navralar bilan birga o'ynaydi. Ahamiyatsiz, foydasiz gap qilmaydi. Başqalarning so'zini bo'lmaydi. Boshqalar gap qilgan vaqtida sukut bilan anglaydi. Boshqalardan munosabatsiz gaplarni so'maydi va boshqalarning aybini ochmaydi va boshqalarning aybini va kamchilikini yuziga solmaydi. G'aybat qilganlarni ogohlantiradi. Haddidan ziyoda maqtanishni yaxshi ko'rmaydi. Xatolik o'tkazganlarning ismini atab tanqidlamaydi. Hamrohlarga nihoyatda muloyim edi va hamrohlarga maslahat soladi. Maslahatdan kelgan o'rtaq qarorlarni amalllashtiradi. Ölümni ko'p eslaydi, Allohga ko'p duo qiladi va har vaqt Allohni zikr qiladi. Ummati uchun g'am qiladi va qayg'uradi va ular uchun Allohga yolvorib duo qiladi. Kechalari namoz o'qiydi, sirtqi go'zalligiga ahamiyat beradi, qo'liga uzuk taqaydi, ko'ziga surma tortadi, chiroyli kiyinadi, sochlarini tarab xushpuroq atirlarni ishlatadi. Juma kunlari yuyinib, atir ishlatib jumaga chiqadi. Yo'lda oldiga qarab tiz qadam bilan mangadi. Tahorat bilan uxlaydi. O'ng tarafini besib uxlaydi. Tamoq yeganda, suv ichganda o'ng qo'li bilan ichadi. Oldidan ovoz chiqarmay yeydi va tamoq yeb bo'lgandan keyin duo qiladi. Alloh taolo hammamizni payg'ambarimizning go'zal axloqlari bilan axloqlanganini nasib qilsinki, buyuk o'qituvchimiz, suyumli muallimimiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sevgisiga noil qilsin va jannatda uning bilan birga bo'lganini nasib qilsinki, uning shafoatiga nasib qilsin.